3 fazali счетчигimiz tok transformator bilan yig'ilgan. Error 01. Xatolik kodini beryapti, yana kod ошибка. Bizda L1 yonib o'chyapti. Har qanday holatda bu nimani bildiradi? Nima uchun error 3, nima uchun error 6 chiqyapti degan savollar berishdan oldin kuchlanishni tekshirib ko'rish kerak, parametrlarni. Kuchlanish bor, kuchlanish yo'q, kuchlanish baland, kuchlanish past. Shunda aniq bo'ladi sababi. Biz hozir L1 yonib o'chyapti, demak bizda L1 bitta fazamiz yo'q. Hozir ko'ramiz. Mana bizda bitta fazamiz bor, 229 volt. Ikkinchi fazamiz 187 volt. Bitta faza yo'liga yozib kerak bo'lsa. Va uchinchisi bizda 36 voltni ko'rsatyapti. Ya'ni bizda hozir bir-birining tepasidan ham ko'rish mumkin. Xuddi shu ko'rsatadi. Demak, bizda transformatorimizning yuqori kuchlanish tomonida preferensiyalar kuygan. Elektrosek xodimlariga xabar beramiz, ular kelib almashtiradi.